Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun Dilnoza Kubayeva barchasini oshkor qildi. Videoni oxirigacha tomosha qilishni unutmang. Bu galgi sonimiz boshqalardan tubdan farq qiladi va juda ham qiziqarli. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Kubayeva doim o'z qadriyatlariga sodiq qoladigan ayol. Xalq orasida u haqda eng qimmat gonorar oladigan aktrisa ekani haqida mish-mishlar tarqalgan. Dilnoza Kubayeva mualliflik huquqi bir film uchun 300 ming so'm haq olgani haqida hozirgi kunda nimalar bilan bandligi haqida so'zlab berdi. Dilnoza Kubayeva bugun nima uchun ijtimoiy tarmoqlarda faol emas? Kamnamo bo'lish qalbimning amri. Men unga quloq solaman. Ba'zan Instagramdagi 300 mingdan ziyod oilamning e'tibor markazida bo'lgim kelsa, ba'zan esa butunlay yo'q bo'lib qolaman. Odamlarning esidan chiqmay deb ko'rinish beraverishni xohlamayman. Nimadir aytadigan gapim, ijodiy namunamni ulashkim kelsa, qo'yib boraman. Intervyularga keladigan bo'lsak, boshida ko'p intervyularga boraverib bitta gapni qaytaraverganman. Bitta inson bilan suhbat necha xil ham bo'lardi. Hatto o'zimning qizig'im qolmaganday tuyuldi. Shundan so'ng ozroq jahlim ham chiqdi. Ko'nglim yopilishni xohladi deydi u. Dilnoza Kubayeva uchun mualliflik huquqi shunchaki rasmiyatchilikmi? Jiddiy mavzu deb qarayman bunga. Axir ota-onalarimiz birovning omonatiga xiyonat qilma deb o'rgatishmadimi? Olgan taqdiringda ham egasidan so'rab olgin deb o'rgatishgan. Ijodimga kelsak, Mahmud Tohirga qo'ng'iroq qildim. Tohir aka, qo'shiq tayyor bo'lishiga yaqin telefon qilayapman. Yulduz Usmonova kuylagan she'rni qaytadan qo'shiq qilib qo'ygan ekanmiz. Rahmatli Sultonali Rahmatov aka bilan dedim. Ular sizga ruxsat beraman qizim. Yulduzxon ham juda chiroyli kuylaganlar dedilar. Shunda ko'nglim taskin topdi. Keyingi safar bu xatoni takrorlamaslik uchun avvaldan Usmon Azimni oldilariga borib ruxsatlarni va duolarni olib ishga kirishdim. Undan keyin ham bir qancha shoirlarimiz bilan xizmat haqqi masalalarini hal qilib olganimdan so'ng birga ishladik. Birovni haqqi masalasiga juda jiddiy qarayman. Rozi rizolik bilan bo'lgan ishda baraka unum bo'ladi deydi aktrisa. Ssenariy tanlashda nimalarga e'tibor berasiz? Qahramonga qanday mezonlaringiz bor? Ushbu savolga aktrisa quyidagicha javob berdi. Ssenariy tanlashda juda injiq, talabchanman. Ustozlarimning ishlagan rejissyorlarimning aytgan gaplari qulog'im ostidan ketmay jaranglab turaverardi. Bizga boshlanish, avj pallasi va yechimi bo'ladi deb o'rgatishgan. Rol ham xuddi shunday yozilgan bo'lishi kerak men uchun. Qahramon kim? Avj nuqtasiga yetib boradimi? Xulosasi, yechimi bormi? Shu kabi qonun qoidalarga e'tibor beraman. Ustasiga farqi yo'q deb chiqib ketaversak, shunchaki sonda bor-u sifatda yo'q bo'lib qolamiz. Qadriyatlarim sifat tarafdoriman. Kam ko'rin, arzigulik ko'rin deydi u. Eng qimmat aktrisa bo'lganimda to'yma-to'y yurarmidim? Eng qimmat gonorar oladigan aktrisa suxandon ekanligim haqida gaplar yuradi. Gonorar masalasiga ham ozgina to'xtalaylik. Davlat buyurtmasi asosidagi filmlarda baholi qudrat to'lashadi. Lekin men bilan shunday xunuk holat ham yuz berdi. Bir filmda 300 ming so'mdan ziyodroq pul oldim. Qadrimga achinsam ham bu holatni ancha vaqtgacha berkitib kelayotgandim. Bir kun Telegramda jonli efirda suhbat jarayonida shu haqda bir opa qayta so'raverganlaridan keyin beixtiyor aytib yuboribman. Bu gap keng tarqaldi. Meni quvontirgani adliyachilarimiz bo'ldi. Bu masala uchun kurashish xususida Adliya vazirligidan akamga qo'ng'iroq qilishibdi. Biz ijodkorlar uchun ham kurashadiganlar borligidan xursand bo'ldim. Xalqimizda san'atkorlar juda katta mayana oladi degan fikr bor. Agar rostdan ham shunday bo'lganda to'y xizmatlariga chiqmasdik deydi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Kubayeva. Instagramda soxta dilnozalar ko'payib ketdi. Instagramda soxta dilnozalar paydo bo'lib, pul ishlash darajasiga yetib kelishdi. Ya'ni qaysidir tadbirlar uchun oldindan to'lov summalarini olishgan. Ana shu paytda bu masalaga qattiq kirishdim. Ishni avvalo ogohlantirishdan boshladim. Shundan keyin murojaat qildim. Kelinglar shu foydalanuvchilarga taqiqlash, bloklash tugmasini bosinglar deb.
Men avval ogohlantirish tarafdoriman. Ochiqcha sizga hurmatsizlik bo'lgan taqdirda albatta qonunga murojaat qilgan yaxshi deydi u. Turk tilini o'rganyapman. Avvalgilar beshikdan to qabrgacha ilm izla deyishgan. Men ham shunga amal qilgan holda izlanuvchan yoshlarga qo'shilib, milliy sertifikat olish uchun turk tilini o'rganmoqdaman. Magistraturaga o'qishga kirish niyatim ham bor. Menimcha hech qaysi davlatda milliy sertifikating bo'lsa, bakalavr diplomingiz bo'lsa, davlat hisobidan qiz ayollarning magistratura bosqichida ta'lim olish imkoniyati bo'lmasa kerak. Men shu imtiyozdan foydalanish maqsadida yangi til o'rganishni boshlaganman deydi aktrisa. Aktrisa Dilnoza Kubayeva bir necha yillar oldin Ozodbek Nazarbekov haqidagi mish-mishlarga oydinlik kiritgan edi. Muxbir aktrisaga uning Ozodbek Nazarbekovga turmushga chiqqani tillarda dostonligi va barchaning tilida shu gap ekani haqidagi savol bilan yuzlangan edi. Voy, men shu haqda gapirmasam maylimi? To'g'risi odamlarning bo'lmag'ur mish-mishlari jonga tegdi. Kimni kimga turmushga berib yorishadi, kimnidir kimgadir uylantirib yorishadi. Kimdir mish-mishlarda o'lib ketadi. Shunaqangi g'alati mish-mish ham bo'ladimi? Bu haqda o'zimga ham telefon qilib aytganlar bo'ldi. Hayron bo'ldim. San'atkorni bu kabi mish-mishlarga ko'mish yaxshi emas. Zerikdim shu kabi mish-mishlardan deya javob qaytargan edi Dilnoza Kubayeva.